Azizlar, bugun test1 sayti bilan tanishib chiqamiz. test1.uz deb yozadigan bo'lsak, demak bizda quyidagi sayt kelib chiqadi. Bu bizda Instagram sahifamiz. Demak, veb-saytga kiradigan bo'lsak, umumiy holatda biz bilan tanishtirib chiqilgan. Biz haqimizda imkoniyatlari, narxlar, hamkorlik uchun nimalar qilish kerak, aloqa uchun nima qilish kerak. Demak, kiradigan bo'lsak, demak bizda akkaunt yo'qligi sababli ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Demak, ismimizni kiritadigan bo'lsak, ism, familiya Norboyev Mahmudbek. Foydalanuvchi username deylik, bizda Norboyev 1 2 3 bo'la qolsin. Xuddi o'shanaqa parolga ham o'shani foydalanamiz. Raqamga demak, ro'yxatdan o'tish mumkin yoki qisqaroq qilib bizning Google akkauntingiz orqali ham kirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ro'yxatdan o'tamiz. Akkaunt yaratildi. Demak, hozir bizga shart emas. Demak, bizdagi Norboyev 123 va Norboyev 123 edi. Demak, kiradigan bo'lsak, quyidagicha holatga o'tadi. Demak, tanishtiruv qismi. Demak, bu yerda umumiy dashbord turibdi. Demak, collectionga o'tib olamiz. Bu yerda men to'plamimiz to'g'ridan-to'g'ri demo to'plam turadi. Demak, umumiy holatda tanishtiradigan bo'lsak, profilimizni to'g'rilashimiz mumkin bo'ladi. Rasm qo'yishimiz mumkin yoki emailimizni kiritishimiz mumkin, parolimizni yangilashimiz mumkin umumiy holatda. Bu yerda mening to'plamlarim, ochiq to'plamlar, sevimlilar, ya'ni bular to'plamlar haqida. Bu yerda savollar, umumiy savollar bazasini ko'rsatadi. Bu yerda eng muhimlaridan bo'lgan AI yordamchi. Siz u bilan hujjat skanerlashingiz yoki AI bilan to'plam yaratishingiz mumkin bo'ladi. Siz yaratgan testlar bu yerda milliy sertifikat faqat bu Pro tarif uchun ochiq bo'ladi. Oddiy foydalanuvchi uchun esa cheklangan. Bu yerda sizdagi umumiy to'plamlaringiz, fikrlar jamlangan bo'ladi. Guruh yaratishingiz mumkin. Guruhga talabalar qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda talabalarning umumiy holatda ko'rinishi bo'lishi kerak. Keyingi qismda mening to'plamlarim, ya'ni to'plamlar haqida gaplashib chiqar ekanmiz.